Xo'p, bugun kechagi, ya'ni darsni davom etamiz. Ya'ni JavaScriptga kirish qismini, birinchi qismini davomini o'tamiz. Demak, qaranglar. Xo'p, kecha biz o'tdik, promptgacha o'tdik. Mana 3-ma'lumotlar so'rashni ko'rib chiqdik. Ana endi sizlarda conform nima ekanligini ko'rib chiqamiz. Buni bir chekkaga olamiz, bu tomondan kodimizni yozayotganda olamiz. Xo'sh. Conform nima? Bularni biz kommentariyaga olmasak, avvalgi kodlarimiz ishlab ketadi. Shuning uchun shungacha bo'lgan narsalarni hammasini belgilab, kommentariyaga olib qo'yamiz. Xo'p. Buni ishga tushirib qo'yish uchun, demak, HTML faylimizga o'tamiz, ishga tushiramiz. Live go olamiz. Xo'p, hammasi turibdi. Buni minusga olib qo'yamiz. Hozir tekshirib ko'ramiz. Demak, bularni yopamiz, ketdik. Mana endi qaranglar. Oddiy savol, masalan, qanaqadir savol berishda da, ha yoki yo'q degan javobi bo'ladi. O'sha uchun ishlatiladi asosan. Masalan, oddiy usulda bo'ladigan bo'lsa, mana conform. Conformga qo'yasizlarda. Xuddiki mana bu yerda menda hozir internet ulanganligi uchun avtomatik mana bu yerda kodni o'zi yozib beryapti. Tayyor ekanligingizni tasdiqlang deb. O'zimiz istalgan narsa yozsak bo'ladi qavs ichida. Xo'sh. Ana endi bu yerda nima deymiz? Misol uchun siz 18 yoshdan kattamisiz degan misol uchun menda o'zi tayyor chiqib kelgani uchun tabni bosib yuboraman, o'zi avtomatik yozib beryapti. Ana endi buni yozdim. Demak, bizda brauzerimizga o'tamiz. Bitta yangilaymiz buni. Mana, qaranglar. Bu yerda mana shu berilayotgan savolni tasdiqlash uchun bizda OK, ya'ni tugmasi bor va bekor qilish tugmasi bor. Agar biz admirani bossak, yo'q degan bo'lamiz. OK bossak, tasdiqlagan bo'lamiz. Shunaqa savollar uchun JavaScriptda ishlatiladi. Masalan, tasdiqlash uchun OK bosing, obuna bo'ling deydi-ku, OK bosing deydi. Xuddi shuni maqsadda ishlatsa bo'ladi. Xo'sh. Ana endi shart operatori bu yerda ishlatilib ketgan. Hali shart operatorlariga ham to'xtalib o'tamiz. Mayli, bularni ham hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, savol berilyapti va savolimizni haqiqatan ham siz masalan 18 yoshdamisiz, rostdan ham siz o'chirmoqchimisiz degan javob beryapti. Endi keyin qisqa kod yozish usuli bor. Qisqa kod yozish usuli nima? Mana bunda biz OK deb bosadigan bo'lsak, chiqib kelayotgan savolga. Mana bunga rost javob keladi. Rost javob kelsa bu ishlaydi. Admirani bosganda bu javob ishlaydi. Xo'p, buni tekshirib ko'ramiz. Mana shu narsani olaylik. Tayyor. Chunki oldindan tayyorlab qo'yilgan. Xo'p, tekshirib ko'ramiz endi. Mana bu narsani kommentariyaga olib qo'ysak, tushunarli bo'ladi bizga. Xo'p, ketdik. Mana endi Nice. Xo'p, mana. Qaylar? Rostdan ham o'chirmoqchimiz, ya'ni o'sha dasturda o'chirmoqchimisiz degan bizga savol tashlayapti. OK bosaman. Bizda hozir konsolda ma'lumot chiqdi. Konsolda ma'lumotni qanday ko'ramiz? Fayz? F12. Men ham aytdim. Xo'p, konsolda ochamiz. Yozilyapti, oy. Mana. O'chirildi degan javob chiqdi. Ko'rdingizmi? Demak, rost javob hozir qaytdi. Endi yana bitta yangilayman. Mana shu ochiq tursin. Endi admirani bosib ko'raychi. Bekor qilindi degan javob chiqdi. Ya'ni mana bu kelayotgan narsa, agarda biz ha degan javobni, ya'ni OK deb bosib olgan bo'lsak, rost javob qaytadi. Buni uzunroq yozadigan bo'lsak, mana bunda yozsa ham bo'ladi. 2 ta, 3 ta teng qilib true deb yozsak ham bo'ladi. Lekin bu vaqtimizni oladi. Shunchaki mana shularning o'rniga kelayotgan nimani o'zini yozib qo'ygan ma'qul. Osonroq yo'li. Xo'sh. Demak, mana bu yerda ham conform berilyapti. Bu conform tushunarli bo'ldi. Endi mana bu yerda document write bor. Mana document.write degan sahifaga ma'lumot yozish degan bizda maxsus teglarimiz bor. JavaScript orqali ishlatiladi. Buni tekshirib ko'ramiz. Buni konsolda tekshirsak ham bo'ladi. Kelaylik, konsolda o'zida tekshirib ko'ramiz. Sizlarda birdan ko'rinadi. Buni o'zida bajarsak ham bo'laveradi-yu. Xo'sh. Mana shu yerda o'zida tekshiramiz. Xo'p, yozamiz. Dokument. Mana o'zi chiqyapti. Hozir tekshirib ko'rishda mana shu yerda ishlasak ham bo'ladi. Nuqta. Xo'p. Write qilamiz. Nima deb yozay? Ayt. Fayz. Ko'pab jo'ynaysizmi? To'ppa-to'g'ri. Masalan, ko'p
PUBG Xo'sh. o'ynaysizmi? Ha yoki yo'q. Xo'p, mana yozdim, mayli. Bittasi katta, boshqasi kichkina bo'lib qoldi, hech qisi yo'q. Interda bitta bo'lsalaring, qaranglar, sahifadagi ma'lumot o'chib ketdi mana. Bu vaqtincha hozir ko'rinmay turibdi. O'rniga, sahifadagi ma'lumotning o'rniga shu narsa yozilib qoldi. Xo'p, mana konsolda agar oxirgi yozgan kodlaringni qayta yozmayman, uzun kod yozgan bo'lsalaring, qayta yozmaslikni xohlasalaring, yuqoriga qaragan strelkani bossalaring, Claytrodan o'zi qaytarib beradi. O'sha narsani qaytadan sizlarga yozib beradi o'zi. Mana, boshqa harflarga hammasini qildim. Enterda bosaman, mana ko'rib turibmiz. Alda o'tirib rasm uchun men uchun. Men tushunganim. Xo'p, dalchi mana qaranglar. Mana shu narsa shu yerda qilingan. Agar mana bu narsani sinasakchi mana, salom dunyo turibdi. HTML teglari agar bilan ishlasalaring, agar HTML teglari yozib beradi. Masalan, kattaroq shaklda yozib beradi, xuddi HTML da yozganday qilib. Xo'p, tekshirib ko'ramiz. Yuqori strelkani bosamiz. Qo'sh tirnoq ichida xuddi HTML da yozganda yozamiz. Masalan, burchakli qaus ichida H1 kichkina harflarda yozish kerak. H1 tak faiz deb yozamiz va burchakli qausni yopamiz. Xo'p, faiz nima bo'ladi endi? Hozir bossam. Davom etsam bilan katta bo'lib chiqadi. Ko'ryapsanmi? Ya'ni xuddiki HTML da yozilganday bo'lib chiqdi. Mana bu narsa bizda kattaroq qilib ko'rsatdi. Bu dokumentdagi barcha ma'lumotlarni tozalab olib qilishda ishlatiladi. Necha marta write ishlatsangiz shuncha yozib beradi. Va ma'lumotlaring ham turadi. Mana bu narsani bir yangilasak, o'zi turibdi, qayta nima qilsak o'chib ketdi. Chunki JavaScriptni biz konsolida yozgan edik, ma'lum bir faylda yozmagan edik. Ma'lum bir faylda yozsak nima bo'ladi? Misol uchun mana ul, li bor. Demak, bular bizda HTML dan ma'lum. Buni tayyor ko'chirib olib, hozir tekshirib ko'ramiz, mayli. Olamiz. Konsolga tashlab ko'ramiz. Xo'p, enterda bossak javobi chiqishi kerak. Mana, ko'rib turibmiz, mana bizda birinchi o'rinda salom dunyo so'zi chiqdi. Mana. Keyin mana bu bizda kommentariya o'zi ko'rinmaydi. HTML da o'zida. Demak, write ichida H1 ichida yozilgani uchun juda ham katta chiqyapti. P ichiga yozilgani uchun kichikroq chiqyapti. Xo'p, H2 ga yozilganligi uchun H1 ga nisbatan kichikroq va ul lilar, xuddi HTML da yozgandek qilib yozyapmiz. Mana bu holatni bizga qaytaryapti. Demak, shu bilan mana write xususiyatini ham ko'rib chiqdik. Demak, ogohlantiruvchi xabarlar uchun ishlatiladi asosan bu. Kommentariy izohlarni bilasizlar. Demak, kommentariy izohlar ikkita bo'luv belgisi bilan JavaScriptda yoziladi. Xo'p, ko'p qatorli nima? Misol uchun, shunchaki oddiy tekst yozganda yozib ketaverasizlar, enterda bosib tushib ketaverasizlar. Bu kommentariy esa bo'luv belgisi, bitta yulduzcha va yana tugashida esa yulduzcha va bo'luv belgisi qo'yiladi. Urib ketamiz. Xo'p, bular kommentariylar. Ana endi bu yerda esa narx berilyapti. Vaqtinchalik o'chirish, alert. O'chirish kerak. Bu yerda kommentariyalarga misol berilgan mana. Kommentariy uchun. Amaliy mashqlar. Demak, amaliy mashqlarda bu o'zlaring masalan sinab ko'rsalaring bo'ladi. Ya'ni amaliy mashq bo'lgandan keyin mana shu hozir ko'rib chiqqanlaringni, ya'ni o'sha dars davomida ko'rib chiqqanlaringni o'zlaring tekshirib ko'rsalaring bo'ladi. Ya'ni amaliy mashq shu uchun kerak bo'ladi. Buni men masalan video darsda tekshirib bermayman. O'zlaring tekshirib ko'rasizlar mustaqil. Mana bu narsalarni yozib tekshirib ko'rasizlar o'zlaring uchun har birini mana. Va mini loyihani mayli ko'chirib olsalaring bo'ladi. Lekin mana bu narsani birma-bir tekshirib ko'ringlar o'zlaring uchun. 5 ta mashq bor, ko'p emas. 5 ta mashqda har birida demak 10 qatordan pastda bor. Mana shu narsalarni ko'rsalaring bo'ladi. Nima savollaring bor shu bo'yicha? Fayz? Xohlagan savol yozsa bo'ladi. Ayt. Bo'ladi. Bo'ldi. Shuni so'ramoqchi edim. Sizlarda yo'qmi savol? Yo'q. Birinchi darsi nimasi tugadi. Hozir birdaniga yuklab qo'yaman. Sizlar YouTube dedilarmi? YouTube qilay dedilarmi? Instagram YouTube'ga bo'ldi. Ya, Instagram bo'lmaydi. Uncha katta videoni yuklab bo'lmaydi. Ancha vaqt.
Bo'lmasa, birinchi darsimiz yakunlandi. Endi buni to'xtatamiz. O'zim yuklab qo'yaman.